Remont qildirayotganda nimalardan pul tejamaslik kerak? 3 ta narsani sanab o'taman. Birinchi navbatda shum qaytaradigan, ya'ni har xil ovozlarni yutadigan materiallardan foydalanish kerak. Sababi nimaga deysiz, bugungi qurilayotgan novostroykalarda xonadan xonaga eshitiladigan ovozlar juda ham bu oddiy bo'lib qolgan. Ya'ni siz gapingizni qo'shnilar bemalol eshitadi. Ana o'shaning uchun birinchi navbatda uyni shumka qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi navbatda elektrikadan umuman pul tejash kerak emas. Ya'ni elektrik kabellar hammasi devorlarning ichida qolganligi uchun har doim eng yaxshi kabellarni ishlatish kerak va eng yaxshi ustalarni ishlatish kerak. Va undan tashqari yevro montaj qilish kerak bo'ladi. Uchinchisini sanab o'taman, eng keraklisi. Bu har doimgidek santexnika trubalari bo'ladi. Agar siz yaxshi trubalar ishlatmasangiz, kun kelib yorilib ketib, pastdagi qo'shnilaringizni zatop qilishi mumkin bo'ladi. Agar siz birinchi etajda yashasangiz ham trubalar yorilsa, uyni dabdala qiladi. Shu sababli santexnika, elektrikadan har doim zo'rni qilish kerak. Remont va dizayn haqida foydali ma'lumotlar olish uchun nima qilish kerak? Bunday foydali ma'lumotlar olish uchun sahifamizga obuna bo'ling.